10 yil oldin hali postda o'tayotganda o'tsak bu yoqqa o'talmaymiz, bu yoqqa o'tsangiz bu yoqqa o'talmaymiz. Biz endi san'atkor bo'lib turib haydab borardi. Bitta aka meni taniganiga xursand bo'lib ketibman. Vobshe san'atingizni yaxshi ko'raman, lekin mumkin emas deyapti-da. 10 yil oldin nimaga meni tanidingiz bo'lmasam dedim. Tanimadim uka deganingizni ham xafa bo'lmasdim dedim. Tanib turib, xursand bo'lib, hurmat qilib haydab yuborgan odamni ko'rganmisizlar? Aka sizni yaxshi ko'rgan san'atkoringizman, orqaga qaytib ketaveraymi desam, mayli aka deya. Qaytib ketardik orqaga. Pasporti yo'q odam, u kelma. 100% kirgizdirmaydi kim. Ya taniyman, qahramon akam o'shda ishlaydi. Yo'q. Dadangiz ishlasa ham o'tmas. Hozirga metanda o'chirtiklari bor-ku. Undan ko'ra metanga ketdim degizdirib beradi. Ana shu mashina kelsa keyin ushuymiz deganga o'xshab ketardi mana shu. Nechta odam ketsa ham menmiki o'sha jinoyatchi deb ketardi. Shuncha odam o'zidan gumon qilardi. Ha, meni olib kirib ketar ekan hozir. Bo'ldi ushalibmiz. Nimaga bilmayman deydi. Yo bir aybingiz bormi? Yo'q. Ha nimaga bo'lsa o'zingiz baribir-da. Hozir O'zbekistonda post qolmabdi. Endi shu darajada qilib qo'yaptiki postni yana qaytamizmi? Yurib naryoqdan qaytib hali postdan o'tamiz deb o'tkazib yana ikkita patr oladigan. O'sha patrni hisobini olib ketyapti. Hali joyda ikkita patr yeb olsak, Qo'qonga oshga yetib olamiz deb. O'sha yerda keyin 2 dona patr qoringiz tatalab ketadi. Hajjoningizdan. Assalomu alaykum. Qo'qondan Rahmat akajon. Hozir oynani ichiga, mashinani ichiga gay xodimlarimiz ham hadib qaravermaydigan, madaniyatli ayolim o'tiribdi mashinada. Oldin qizig'i yo'q edi. Kim bu? Ikkimi? Sharmanda qo'rardi hali birda oltda. Bir marta ikki bilan yurganmanmi? Ha, artistlarga ishonch yo'q-da. Aka birda o'zini zo'rg'a hal qilib yuribman.